ketdim. Xo'sh, bu uyni nech pulga sotib olding? O'zimni yegini bog'ini surishtirma. Sen buni bilishing shart emas. Taxminan nech pulga olganingni ayt. Xo'sh, bu uyni narxi 1 million. Nech pul? 44 million. Nech pulga olding? Men senga 44 millionga oldim deyapman. Onalarini ko'rsin, buncha pulni qayerdan olding? Nima desam ekan? Men sening nomingga kredit oldim. O'sha pulga men senga uy sotib oldim. La'nati, bu yerda bir gap borligini men oldindan bilardim. Yo, aslini olganda uyni o'zimga sotib oldim. Bu uydagi seni haqqing mana shu sen o'tirgan joy. Ha, juda ham kulgili. La'nati, nima deding? Aytgancha uyda choplipol ham bor. Jamol bu yoqqa kel. Uy solig'ini oldindan to'lab qo'y. Sen la'nati meni nomimga kredit olib o'zimga uy sovg'a qilding. Yana uy solig'ini to'laymi? Qiziq, Jamol sen kreditni qanday qilib to'lamoqchisan? Men hech qanday kredit to'lamayman. Menga uying ham kerak emas. Yaxshisi hojatxonaga borib o'tiraman. Ey, la'nati bu yoqqa kel. Biz uyingni saqlanib qilishimiz kerak. Nimalar qilib o'tiribsan? La'nati, oldindan shunday demaysanmi? Kredit deysan, uy deysan. Tvarga o'xshab yurmasdan qani oldinga kel. Tezroq saqlanib qilishimiz kerak. Sen choplipolni o'chirib qo'ygan edingmi? Yo'q, men o'chirmagan edim. Nima, uni o'chirish kerak edimi? La'nati